Hürmetli vatandaşlar. Leksiyalarımız tügüdü. Bugünkü ıslaq 2020 yıl 10. ayının, 11. ayının 10. günü. Yukarıda körüp öttük, doğru betlerdi körüp duruvatsılar. Hazır Joe Biden efendi galiba kılgallıkını jakarlap, ötkünçü devir yaki hükümet kuruşka teyarlık kıldı. Aslında Joe Biden efendi düşen günü 10 kişilik kabinet azasını ilan kılış. Kabinet azalarının isimligini ilan kılışı gerek idi. Yukarıda körüp öttük. Mülazimet baş, mahkeme başlığı bu hükümet yaki ötkünçü devir hükümetiga pul berişini to'xtatib qo'ydi degan gapni anladık hurmatli vatandaşlar. Hazır endi o'tirg'i chiqib birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Ministrligi William Barr mushu ayblangan, ya'ni saxtalik qildi, aldamchilik qildi deyilgan saylam jarayonidagi mushu gaplarni tekshirishga buyruq tushadi. Bu yerda qiziqarli bir ish buyruq tushirish bilan Adliya Ministrligining dal mushundaq saylam davridagi xiloflik qilish harakatlariga va jinoyat sodir qilish harakatlariga mas'ul yoki tekshirishga mas'ul bo'lgan bir nafar amaldor xizmatidan iste'fo berdi. Biz yig'inchoqlab xulosa shaklda bir og'iz gap qilaylik vatandoshlar. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida ikki partiya. Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratlar Partisi herkes birbiriga düşman partiya emas efendiler. Hazır ikki partiya o'tirisida bo'layotgan kurashmi qandaqdir bir düşmanlik bilan elib berilayotgan kurash emas vatandoshlar. Biz baştan tortib sizlarga so'zlab keldik. Amerikadagi ikki partiyaning a'zolari, o'g'il qiz farzandlari, bu Amerika xalqining o'g'il qiz farzandlaridir deb keldik. Şuna bir yerde prezident süpütüdü kimni ve saylamda nime çatak kıldı ve şunun için kimni tenkitlaydıgan, ayıplaydıgan iş olmaydı. Bu siz bilen mening işim emas. Eğer şundaq iş olsa bu iş Amerika'da bu kudretlik devlette kanunun işi. Bu işlerini kanun bir taraf kılıdı. Ben sizge aytay hürmetlik vatandaş, aldı bile yüzünüzü tutubilin. Naiti salmaq, eğir besilik bilen fikir qilishni ügünün. Biz bu yerda kimnidir ayıplaydigan huquqimiz yo'q va ayıplash o'rnimiz mi yo'q herkes. Amerikada ikki partiyaning siyosiy yo'llari bugungi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarida ham butun dunyoda ham Uyg'ur xalqining do'sti bo'lib keldi. Bo'libmi siz 4 yil vazifa o'tagan prezident Trumpning Jungo siyosati bilan to'liq xabardor tanishib keldingiz. Demokratlar partiyasimi u siz degandek ayıplaydigan va siz degandek yomon ko'radigan partiya emas. Demokratlar partiyasining sobiq prezidenti Clinton 1998 yili 7 ayning 2 kuni yoki 6 ayning 26 kuni Beijingda 4 masalani o'tirib qo'ydi deb qayta so'zlab keldi vatandosh. Nima dedi? Shangang masalasi, Tayvan masalasi, Shangangda demokratiya masalasi, Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi, mushu masalalarni shu vaqtda o'tirib qo'yib bir jumla so'zda qilgan edi vatandosh. Demokratlar partiyasining sobiq prezidenti Clinton. Jungoning davlat chegarasi zodi qayerdan qayergacha. Şunu siz qaytib keling endi 6 ayning 17 kuni bu yilda Cumhuriyetçiler Partisining rahbari prezidenti, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bir qonun loyihaga Uyg'ur kishilik huquq, siyosat qonun loyihasiga imzo qo'ydi vatandoshim. Bundan siz to'liq xabardor. Shunga hozir bo'layotgan ish ikki partiya o'tirisidagi metod masalasidagi o'xshamaslik, usul chora masalasidagi o'xshamaslik. Masalan, Demokratlar partiyasi Amerika xalqiga qanday xizmat qiladi? Metodi nima? Cumhuriyetçiler Partisi Amerika xalqiga qanday xizmat qiladi? Metodi nima? Masalaning tekdimi shu. Masaladagi talash tortish mana shu. Metoddagi usul choradagi ixtiloflar.
Endi bu yerda siz bilan biz diqqat qiladigan eng muhim nuqta bizning taqdirimizga, Uyg'urning taqdiriga munosabatlik masalada Demokratlar Partiyasining jungo siyosati nima? Amerikada Cumhuriyetçiler Partiyasining jungo siyosati nima? Şuna Joe Biden'ning jungo siyosati nima? Masalan, Prezident Trump'ning jungo siyosati nima? Biz Prezident Trump'ning jungo siyosatini 4 yildan beri ko'rib keldik. Şununla odatlandik, şunundan hayajonlandik, şunundan umid kutdik. Uyg'urning beshiga keladigan bir yaxshi kunlarning cho'qim yetib keladiganligiga ishondik. Endi bugun shaxsan mening ko'z qarashim shu ishni Cumhuriyetçiler Partiyasining prezidenti Donald Trump başlagan ekan, o'z qo'li bilan oxirlashtirsa qanday yaxshi ish. Men mani o'ylayapman. Muşunu o'ylab men Cumhuriyetçiler Partiyasini qo'llayapman. Mening Demokratlar Partiyasiga hech qanday fikrim yo'q. Mani boshda aytdim-ku. Bu yerda partiya ko'rishi, partiyalar o'tirisi urush bo'layotgan, talash atish bo'layotgan yo'q. Usuli bilan chora. Her ikki prezident nomzodi bu Amerika xalqining o'g'il qiz farzandlaridir, hurmatli vatandoshlar. Şuna fikir qilganda o'zingizni tutib oling. O qutubdan bu qutubga o'tib ketmang. Biroq shu narsani aytib ayon bo'ldiki, hammamizga hozir aldirab, tinibla biz aytayotgan edik, tanqidlab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarida solchilarning qo'lligiga erishgan da'vogarlar, qo'sh tirnoq ichidagi da'vogarlar sakrab chiqib, ha nimalarni deyishga boshladi. Özünüzü tutubilen efendim, ben başta ettim. Her ikili partiye, Demokratlar Partisi Amerika Qo'shma Shtatları da, Cumhuriyetçiler Partisi Amerika Qo'shma Shtatları da bugün Amerika'da bu partiyalar Uygur halkının dosti bulup çıktı. Dosti bulup hesaplandı. Özünüzü tutubilen, hürmetli siyasi adamlar. Şundak dep koyayım. Özünüzü tutubilen, fikir qilishni bak eg'ir bo'ling. Bu yerda faqat metod masalasi. Tushundingizmi? Metod masalasi, usul masalasi. Boshqa hech qanday masala yo'q. Biz shunga Amerika xalqi kimni prezident qilib tanlab oladi qo'llaymiz Amerika xalqining fikrini. Amerika xalqining tanlashini hurmat qilamiz ham qo'shilamiz. Shu asosda har ikki partiyaga bizdan qo'ydigan savolimiz bugun sizlarning tashqi siyosatinglar nima? Masalan, Xitoy qaratgan siyosatinglar nima? Bu hal qilg'uch masala. Chunki bu yerda hozir Netanyahu davlat majlisining a'zosi aytgandek 8 million Uyg'ur Xitoyning Aqtoshlik kitobini tahlil qilib chiqarilgan yakun 8 million Uyg'ur hozir nazarband yetyapti. Şuna vatandaşları şunu sözledik. Şu bu saylam davridagi ishlarga aktiv muomala qilaylik. Tashabbuskorlik bilan muomala qilaylik. Biroq har ikki partiyaning arboblari, Amerikaning siyosiyonlari sizning, bizning Uyg'ur millatining do'stidir. Qo'llig'ichidir vatandoshlar. Masalani shunday hal qilaylik. Shuni bilib oling. Amerika'da bir partiyanın siyaseti xatolik ko'rilishi mumkin. Lekin uning makon ko'rinishi mi, oxirgi zaman ko'rinishi nima? Masalan, oxirgi zaman degan bizning tilimizdagi zaman emas. Uning zaman ko'rinishi nima, makon ko'rinishi mi, davriylik ko'rinishi nima? Bir davrda to'g'ri bo'lgan siyosat balki ikkinchi davrda xato bo'lib qolishi mumkin. İkinci davrda xato bo'lib qolgan siyosat balki yana bir davrda to'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Chunki reallik bu yaka partiyaning yoki kimning ixtiyoridagi reallik emas. Amerikaliklar ishonadigan Allohning, bir Xudoning ilkidagi reallikdir. Şuna siz reallikni bir taraf qilib o'tolmaysiz, u taraf qilib o'tolmaysiz. Sizning bizdan birdan bir majburiyatimiz moslashish. Moslashish jarayonida o'zimizning fikrni o'tirib qo'yish. Uyg'ur bu millatning taqdiri uchun birdek kurash qilish. Hurmatli vatandosh.